Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda 2026-yil yanvar holati bo'yicha Polsha ishchi vizasini olish tartibi, xarajatlari va kutish vaqti haqida ma'lumot beraman. Avvalgi videolarda ham aytganmiz, bu mavzuda ko'p narsa o'zgargani yo'q. Birinchi bo'lib, Polshadan ish beruvchidan ishga taklifnoma olish kerak bo'ladi. Bu jarayon 3 oygacha vaqt oladi. Taklifnoma tayyor bo'lgandan keyin Toshkentdagi Polsha elchixonasiga kirish uchun elektron navbat olish kerak bo'ladi. Bu jarayon qur'a tashlash yo'li bilan, ya'ni jerebyovka yo'li bilan amalga oshirilgani uchun hozirgi kunda 5-6 oyda elchixonaga navbatingiz keladi. Navbatingiz kelgandan keyin kerakli hujjatlar bor, ya'ni o'sha taklifnoma, anketa, navbat olish uchun to'ldirilgan 1 yillik sug'urta, pasportlar kopiyalari, 3,5 metrli formatda rasm, oilali shaxslar oilasini nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik haqidagi o'sha guvohnomalarni kopiyalarini qo'shimcha qilishlari mumkin bo'ladi va konsullik yig'imi 1 yanvardan boshlab 200 yevroga oshirilgan. Ungacha 135 yevro edi. Mana shu hujjatlarni yig'ib belgilangan sanada suhbatga kirasiz. Suhbat o'zbek va rus tillarida bo'ladi. Suhbat bu imtihon emas. Oddiy savollar beradi bir nechta, ya'ni nima ishga ketyapsiz, Polshani qaysi shahriga ketyapsiz, ish beruvchini qayerdan topdingiz, mana shunga o'xshagan oddiy qisqa savollar beradi-da, keyin o'sha kuni siz qo'lingizga kvitansiya beradi, javobiga qaysi kuni kelishingiz yozilgan bo'ladi. Bu har doim 14-15 kunda o'sha haftani ish kuniga qarab javobi chiqadi. Ana o'sha borgan kuningiz keyin sizga aniq bo'ladi viza berganligi yoki bermaganligi. Umumiy jarayon shu. Agar viza oladigan bo'lsangiz, keyin o'sha ish beruvchi bilan kelishib, bilet olib, Polshaga uchib kelaverasiz. U ish beruvchi sizni ish bilan, yotoqxona bilan ta'minlaydi. Agar atkaz oladigan bo'lsangiz, vizadan atkaz oladigan bo'lsangiz, mana shu yuqoridagi hujjatlar uchun sarflagan xarajatlaringizga kuyib qolasiz. Faqatgina sug'urtani pulini qaytarib berishadi xolos, boshqa summalarni hech kim qaytarib bermaydi. Mana shu narsalarga tayyor bo'lib, keyin harakat qilish kerak. Endi yana bitta masala. Men hozir aytib o'tgan bu tartib, bu farqi yo'q. Siz internet orqali o'zingiz ish beruvchi topasizmi yoki biron bir xususiyat bandlik agentligiga murojaat qilasizmi yoki bironta tanishingiz Polshada ishlab yurgan bironta odam sizga hujjat qilib beradimi, farqi yo'q. Hammasidan mana shu protseslardan albatta o'tasiz, shuncha vaqt ketadi va vizaga hech qaysi holatda hech kim kafolat bera olmaydi. Mana shu avvalgi videolarimizning izohlarida ko'pchilik yozgan, meni tanishim Polshada ishlaydi, uni ish boshlig'i Polyag ekan, shu dokument qilib bersa tezda ketar ekanman deb savollar bo'ldi. Undan tashqari yoki tanishimni Polshadagi bitta tanishimni firmasi bor ekan, ana o'sha orqali qilib bersa dokument tez ketar ekanman, viza aniq bo'lar ekan deb turib va shu gaplar orqasidan qanchadir summa so'rashganlarini yozishdi. Farqi yo'q, u Polshadagi ish beruvchi Polyag bo'ladimi, Ukrain bo'ladimi, O'zbekistonlik bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Bu narsani vizaga aloqasi yo'q. Aloqasi yo'qki, qanday? Garantiyasi yo'q. Ha, agar yaxshi firma bo'lsa, faoliyati toza, soliqlari vaqtida to'lanib yurilgan bo'lsa, viza berishi mumkin, lekin bu garantiya degani emas birinchidan, ikkinchidan tezda chiqadi degani emas. Ya'ni o'sha protseslardan baribir o'tiladi. Shuning uchun bunaqa har xil gaplarga ishonib qolmasliklarini aytgan bo'lardim. Keyin yana ko'pchilik birdan oilaviy xotin birga ketmoqchimiz deb so'rashyapti. Men doim bu masalada pozitsiyam bitta bo'lgan. Avval bittalari o'sha oilani boshlig'i kelib, ishlab, sharoitni ko'rib, keyin ayolni chaqirgani yaxshi. Sababi, agar ikki kishi birdaniga hujjat qilishni boshlasa, deylik, hozirgi yuqoridagi jarayonlardan o'tadi-da, xarajatlar 2 barobar ko'p bo'ladi. Ya'ni taklifnoma uchun konsullik to'lovi, sug'urta, hamma xarajatlar 2 barobar ko'p bo'ladi. Endi 2 barobar ko'proq xarajat qilib, masalan, ikkovlari ham atkaz olishlari mumkin yoki masalan ayoliga vizasi chiqib, eriga viza chiqmaydigan bo'lsa, baribir ayolni jo'natib yubormaydi-ku o'zini. Shuni hisobiga yana u viza olingan bilan baribir ketmagandan keyin atkaz hisobida baribir xarajatlar kuyib qolinaveradi. Shuning uchun har doim meni tavsiyam shu. Avval bir kishi kelib, sharoitni o'rganib, keyin oilani, farzandlarni agar keyinchalik xohish bo'lsa chaqirgan yaxshiroq. Undan tashqari o'sha qisqa muddatda viza olib beraman deb 2000-3000 dollarlar taklif qilayotgan ba'zi firmalar bor, boshqalar bor.
va garantiya vizaga deyotganlar bor. Bunaqangi yolg'onlarga ishonib qolmanglar. Agar masalan kimdir mana shu men hozir aytgan ma'lumotlarga ishongingiz kelmayotgan bo'lsa, eng zo'r sizlarga variant dushanbadan jumagacha Polsha elchixonasini oldiga boringlar. Soat 3 dan 5 gacha, abitdan keyin 15:00 dan 17:00 gacha vizani javoblarini beradi. Ana o'sha yerda tursalaringiz vizani javobiga kirib chiqayotgan odamlarni ko'rasizlar. Kimlar xursand bo'lib viza ko'tarib chiqyapti-ku, kimlar atkaz bilan qancha alam bilan chiqayotganini o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rasizlar. Buni kim agar qaysidir firmani gapiga yoki qaysidir internetda chiqqan odamning gapiga ishonmayotgan bo'lsalaring, eng realniy fakt shu. Undan tashqari men mana shu videoni kommentariyasiga zakrepit qilib qo'yaman. Telegram chat bor. Ana o'sha Telegram chatda ham har kuni navbat chiqqanlar, vizaga borganlar hammasi o'zini o'sha yerda ko'rganlarini yozishadi. Ana shu realniy odamlarning gaplaridan ham xulosa qilsalaringiz bo'ladi. Yana bitta variant emas, yana bir mavzu. Juda ko'pchilik atkaz olgandan keyin yozyaptiki, sug'urtachi meni yarim pulimni qaytarib bermadi yoki falonchi pulni qaytarib bermadi. Endi nima qilsam bo'ladi? Mana shunga o'xshagan narsalar so'ralyapti. Aslida har qanday ishni boshidan o't-ido kelishib olish kerak. Qancha vaqtda tayyor bo'ladi? Aytilgan vaqtda tayyor bo'lmasa nima bo'ladi? Viza bersa qana bo'ladi? Atkaz bersa qanday bo'ladi? Mana shu shartlarni oldindan to'liq kelishib olib, keyin kimgadir pul berish kerak yoki bermaslik kerak. Ya'ni hamma ish bo'lib bo'lgandan keyin bu masalani muhokama qilish to'g'ri emas. Mana shuning uchun yana bir kishi yozibdi kommentariyada, o'zi ko'p videolar qilamiz, bir necha yillardan beri YouTube'da faoliyatimiz bor, 40 mingdan oshiq obunachimiz bor, Xudoga shukr. O'zingiz po faktu dokument qilib berasizmi, dokument qilib bermasangiz nima qilasiz video qilib degan ma'noda yozishganda, dokument qilib beraman deb video tayyorlayotganlar o'zi yetarli. Agar sizga shunaqa odam kerak bo'lsa, bemalol murojaat qiling, gap so'zi yo'q. Pul sizniki, xarajatsiz qilasiz, men emas. Meni maqsadim bo'layotgan o'zgarishlar, qonunchilikdagi yoki viza tartibidagi, ish sharoitlaridagi o'zgarishlarni boricha gapirish va ma'lumotni to'g'ri yetkazishga harakat qilaman. Men balkim men ham qayerdadir xato qilgandirman, noto'g'riroq ma'lumot bergandirman balkim, lekin maqsad shu. Boricha vaziyatni oddiy til bilan, odamlarga tushunarli til bilan yetkazib berishga harakat qilish. Maqsad shu. Endi ish beruvchini qayerdan topamiz? Masalan, mustaqil deydiganlar bo'lsa, birinchi navbatda Google yozinglar, работа в Европе или работа в Польше для граждан O'zbekistonda. Ana shu yerda minglagan vakansiyalar chiqadi. Erinmasdan hech yo'q bir 20 ta 30 tasiga yozib ko'ringlar. Ularni takliflarini eshitib ko'ringlar. Qanaqa to'lovlar haqida gapiryapti? Balkim hech qanday to'lovsiz o'zi hujjat jo'natadigan ish beruvchini ham toparsizlar. Bunaqa variant ham bo'ladi. Ha, oson emas, lekin imkoniyati bor. Demoqchiman, kimgadir qanchadir summa bergandan ko'ra. Agar o'sha bepulga ish beruvchi sizlarga taklifnoma yuboradigan bo'lsa, qolgan jarayonlarni mana biz YouTube'imiz bor, Telegram kanalimiz bor, Instagramga yozinglar. Men yordam berib boraman. Ya'ni masalan kimga murojaat qilsangiz arzonroq o'sha navbatga qo'yib beradi, agar o'zingiz qo'ya olmasangiz yoki YouTube'da videolari ham bor, elchixonaga navbatga qo'yish tartibi haqida. Ya'ni mustaqil bu jarayonlarning hammasini o'zingiz bajarsangiz ham bo'ladi. Keyin sug'urta boshqalarni o'sha ishonchli elchixona talablariga javob beradigan sug'urtalarni qilsalaringiz bo'ladi. Vizani qancha ko'pincha so'raladi, necha foiz beryapti, vizani yaxshi beryaptimi boshqa deb. Har doim men 7 yil bo'lgan bo'lsa, Polshaga ham o'sha paytda ham shu edi holat, hozir ham shu, ya'ni har kuni 30-40 ta odam vizaga hujjat topshiradi, shulardan 5 ta 10 ta odam viza oladi. Hattoki o'sha furaga dokument qilib atkaz olganlar ham bor, svarka, masalan, mutaxassislarda svarkaga, avtobusga, eng o'sha kerakli sohalarga dokument qilib atkaz olganlar ham yo'q emas. Ya'ni falon sohaga biz atkaz viza beradi degan narsa yo'q. Shuning uchun hali umuman hech qanday ma'lumotlaring bo'lmasa, viza haqida avval ko'proq ma'lumot yig'ib, keyin kimgadir to'lov qilinglar, kimga agar tavakkal qilmoqchi bo'lsangiz, keyin harakat qilinglar. Sababi pulni berib qo'yib, keyin vaziyatlarni eshitib, ortga qaytgandan ko'ra boshidan vaziyatni bilib, o'rganib, keyin harakat qilgan yaxshi.
Savollar bo'lsa, kommentariyada yozinglar, men harakat qilaman keyingi videolarda bu mavzularga ham batafsil to'xtalib, savollarga javob berishga. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.